Assalomu alaykum, aka tuzimisiz? Siz yaxshimi? 100 talik o'sha germanskiy shvedlardan aka to'qol varianti. Birinchisiga bo'ylari 1.30 plyusda kelyapti aka. Kellantirlang. Ana ikkinchisi aka. O'sha gibrididan toza. Oqtumshuq oq kiprik aka. Oyoq qo'llari ham o'ta baquvvat. Orqasi to'la narsa 1.30 aka. Bitta, ikkita. Pashtiroring. Mana semental gibridimiz 3 ta. Bunisi ham gibridimiz 4 ta aka. Ana 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta shu yo'lbars variantida aka. Mana shvetimiz bor oxiridagi 13 ta. Aka mana 13 bosh buqa yetib keldi. Yedirib ichirib sinovdan o'tdi, xudo xolasa. Eng kichkinasini bo'yi ham 1.26-27 chiqyapti. 25 dan balandda buqalar. Asosiy 1.30 lar ekan. Ular 1.30 dan kelaveradi. 13 bosh buqa. Narxini kelishamiz, tanlaganlarga qarab aka kelishtirilaveradi. Optimga 13 tasini bir joyga olaman degan odamga aka 23 dan xayrini qilib beramiz mana shularni. Orqa oldi kelgan yaxshi mollar ekan.